Faqat 3 tal tuxum bo'lsa qilib bo'ladigan oilada nayt o'xshaydigan shirinlik tuxum qorimiz qilishni yutib qo'yay. Qo'llash usulidan yurakdan birini basaytinglar qilish usulimi nayt oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chiqib o'rganaysiz, samsa yurish boshlaylik ketdik. Tayyor qilib olgan 6 tal tuxumimizni qozonning ostiga bir qatam may purib ketgandan keyin oilamiz qozon pishirsak bo'ladi va yoki men ma'nodagi tuxum pishirgan qozonda oldi keyinda normal holatda sarg'aytib pishirsak bo'ladi. Tuxumni tag'im yeyishlik qilish uchun qiyam tanishib olaylik. Qachiga cho'ng ustamning may nisbati 0 holatdagi samsog'liq qizilmich qiyamida 2 qoshiq va ochiq suvdan bo'lsa 20 chimch atrofida qo'yamiz. Shakardan 1 qoshiq, suvdan 1 chimch qo'yib, rosa aralashtirsak bo'ladi. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor deb urug'lash mazgildagi xonim qizlar mazkur qizilmich qiyamni xotirjam iste'mol qilaversangiz bo'ladi. Ondan qiyamni qozonga to'kib, ustiga 2 tal shavsun tashlab, qaynagandan keyin bayoz zaliqli bilib olgan tuxumlarimizni solib, tuvoqni yepib 5 minut atrofida qaynatib, vaqt to'shqandan keyin muvofiq miqdorda shavsun va kunjutlarni chechitib, ost ustini birini aralashtirib, taqsiga qilib iste'mol qilsak bo'ladi. Hamsa oxirida ajrimga haqsiz yurakdan birini besib qo'llab qo'ysanglar, tuqqanlar kelarsan ko'rishaylik, xayr xo'sh.